Assalomu alaykum hurmatli Excel foydalanuvchilari. Bugungi darsimizda biza pechat qilishni yana chuqurroq o'rganish uchun razmetka straniцы, ya'ni bo'lim bilan tanishib chiqamiz va vid bo'lim bilan. Kelinglar avval razmetka straniцы bo'lim bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, bu razmetka straniцы bo'limimizda, ya'ni qog'ozimizni, listimizni sozlamalari bo'lib, bu yerda biza avval ko'rganimizdek, ya'ni chegaralarni o'zgartirish kabi Excel funksiyalari, ya'ni albom yoki kitob shaklida, ya'ni qog'ozi kattaligi, ya'ni pechatdan chiqarish diapazoni ma'lumotlari mavjud. Kelinglar vid bo'limiga o'tadigan bo'lsak, vid bo'limida ozgina qiziqroq bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bu yerda 3 xil ya'ni rejim bor. Agarda biz hozir обычный rejimda turibmiz, endi страничный rejimga o'tadigan bo'lsak, e'tibor bergan bo'lsanglar, ya'ni hamma qog'ozni qolgan kataklar ko'rinmayapti. Bu degani ya'ni pechatdan chiqaradigan, ya'ni chegara hisoblanadi. Ya'ni ma'lumotlarimiz mana shu yerda joylashgan. Kelinglar yana обычный rejimga qaytamiz va bu rejimni xususiyatlari bilan tanishib chiqish uchun ozgina chegaradan chiqaramiz grafikimizni va страничный rejimga o'tamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, ya'ni chegaradan chiqqanligi uchun, ya'ni boyagi ko'k chiziqdan tashqari yana chiziqchalik paydo bo'ldi. Bu nima deyishinglar mumkin? Bu birinchi bet bo'lsa, ya'ni maskacha bu ikkinchi bet hisoblanadi. Kelinglar mana joyini o'zgartirib ko'ramiz. Straniца 1, straniца ya'ni 2. Pastga uchib ketgani uchun 3 ham bo'lyapti. Tepaga ko'taramiz ozgina. Ya'ni straniца 2. Buni bitta yaxshi tomoni, bu yerda biza pechat qanaqa chiqishini ko'rish bilan birga, ya'ni Excelda ma'lumotlarimizni mana ko'rib turganingizdek grafikimizni o'zgartirib sinovlar o'tkazib ko'rishimiz mumkin. Agar boya pechatdan chiqarish oldingi rejimda biz buni qila olmayotgan bo'lsak, bu страничный rejimda shuni amalga oshirsa bo'ladi. Keyingisi bu razmetka straniцы deyiladi. Razmetka straniцы xuddi o'sha ma'lumotlarni, ya'ni chiqarish kerak bo'lgan diapazonlar. Bu yerda bizlar bitta betligi bo'lgani uchun bu yorug'roq, qolganlari ya'ni sal qorong'uroq. Kelinglar endi buni hop, nomi ketib qoldi. O'zini ko'chiramiz. Ya'ni bu yerda ham ya'ni yorug' shaklga keldi, ya'ni 3-betga ham o'tib ketdi. Bu ko'pincha ya'ni 2-3 betdan iborat ma'lumotlar bo'lganda ko'p qo'l keladi. Ya'ni joyiga qaytaramiz. Hop, joyiga qaytaramiz. Страничный rejim, ya'ni chegaralardan chiqib ketmayapti. Yana обычный rejimga qaytamiz. Ko'rib turganingizdek, ya'ni turli xil rejimlar bilan tanishib chiqdik. Bu Excelda pechat qilishda, ya'ni turli xil keng imkoniyati borligini bildiradi. Endi yana oldindan ko'rish tugmasini bosamiz. Ctrl P. Ma'lumotlarimiz ya'ni hammasi joyida. Agarda ma'lumotlar hammasi to'g'ri bo'lsa, unda biz pechatni bosib, pechatdan chiqarishimiz mumkin. Nashr qilish, ya'ni pechat qilishda belgilangan diapazonni pechat qilish. Kelinglar amaliyotga kirishadigan bo'lsak, biz o'zimizga kerak bo'lgan diapazonni belgilaymiz. Misol uchun jamigacha deylik va Ctrl P tugmasini bosamiz. Ctrl P tugmasini bosganimizda, ya'ni pechatdan chiqarish rejimiga o'tdik. Endi biz buni agar esingizda bo'lsa faqat belgilangan joyimizdan chiqarmoqchimiz. Buning uchun belgilangan joyi chiqarish uchun boya aytib o'tganimizdek tanishib chiqamiz deb напечатать только выделенный fragment, ya'ni belgilanganni bosamiz. Mana belgilangan joyimizdan o'zini hozir pechat qilish imkoniyatiga egamiz. Agarda biz bu yerda chegaralarni o'zgartirmoqchi bo'lsak, ya'ni chegaralarni o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni chetlari, ya'ni tepasi va tahrirlash tugagandan keyin pechat tugmasini bossak, ya'ni faqatgina mana shu belgilangan diapazonimizda chiqadi. Xo'p, endi kelinglar yana boshqa shu bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, ya'ni ikkinchi marta qaytarib ko'ramiz. Endi maksimum, minimum o'zini chiqarmoqchi bo'lsak, Ctrl P tugmasini bosamiz. Bu yerda ya'ni Excel eslab qolgan только выделенный fragment. Aktivniy listi bo'lsa yana hammasi, только выделенный fragment faqatgina shu joyi o'zinigina chiqarib beradi.
Bu ko'pincha ya'ni ma'lumotlar ko'p bo'lgan jadvallarimizda faqat o'zimizga kerak bo'lgan joylarni chiqarishda juda qo'l keladi. Mana 3-marta men faqat jadvalli ma'lumotlarni chiqarish uchun Ctrl P tugmasini bosamiz. Выделенный fragmentda turibdi, ya'ni Excel eslab qolgan. Odatda bu только aktivniy listi bo'lib turadi. Выделенный fragmentni bosib, ya'ni bitta betga sig'ayotgan bo'lsa, pechat tugmasini bossak, ma'lumotlarimiz pechatdan chiqadi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Endi sizlarga taklif qilardimki, boshqa, ya'ni 2-3 listlarimizda ham mana ma'lumotlar bor. Shu ma'lumotlarni sizlar ham o'zingizlar o'zgartirib, bu yerda pechatdan chiqarishinglarni ya'ni tavsiya etaman. Ya'ni bu mashq qilib ko'rish kerak. Darsimizda ko'p ma'lumotlar bilan ishlaydigan Excel foydalanuvchilariga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Kelaylik buni sinab ko'radigan bo'lsak, mana ma'lumotlar berilgan, uzoqlashtiramiz. Bu yerda ma'lumotlar berilgan. Birinchi ustunda mahsulotlar nomi, ikkinchi ustunda xaridorlar, ya'ni kim o'sha mahsulotlarni sotyapti. Bu yanvar oyida bo'lgan, ya'ni savdo, fevral, mart, aprel, may va hokazo dekabrgacha, ya'ni savdo soni, ya'ni ma'lum bir birliklarda. Endi kelaylik buni amaliy jihatdan mana yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, ma'lumotlarimiz juda katta. Bu ma'lumotlar bilan ishlayotganda ayniqsa e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana qo'y go'shti, Anton, yanvar, fevral, mart, aprel ketyapti va agarda biz pastga qarab ketadigan bo'lsak, ya'ni umumiy nechta, ya'ni pastga qarab ketyapmiz. Pastga qarab ketganimizda e'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi qatordagi, ya'ni bizning nomlarimiz qaysi biri yanvar edi, qaysi biri fevral edi deyishinglar mumkin. Albatta bu juda ko'pincha ya'ni qiyinchilik tug'diradi buni bilishi. Buni ya'ni davolash yo'li bor. Bu davolash yo'li, bu birinchi qatorni ya'ni qotirib qo'yish kerak. Birinchi qator qotib turadi, yurganimizda ham bu ketimizdan yurish kerak. Buni usuli, bu vid bo'limiga kiramiz va закрепить область deydi. Закрепить верхнюю строкuni bosamiz, ya'ni tepa qatorni qotirish. Bosdik. Mana bosganimizdan keyin снять deb chiqyapti. Demak, ya'ni qotirildi degan. Endi pastga qarab yuramiz. Mana ko'rib turganingizdek, endi xaridor yanvar fevralda, ya'ni ketimizdan yuribdi. Ya'ni biz pastga tushganimiz sari, ya'ni birinchi qator qotib turibdi, ya'ni ko'rsatib turibdi. Biz bemalol o'zgarishlarni qilishimiz mumkin. Pastga qarab yuraveramiz. Endi Ctrl tepaga bossak, bu tepaga chiqadi. Ctrl past tugmasini bossak, bu eng oxirgi qatorga tushadi. Ctrl 10 ga bossak, bu 10 tomonga yuradi, ya'ni oxirigacha. Ctrl tepaga bossak, ya'ni birinchi qatorga chiqdi mana. Ctrl chapga, ya'ni tez Excelda bu tez sakrab yurish deyiladi. Ya'ni ma'lumotlar katta bo'lganda shu tezkor tugmalardan foydalanish mumkin. Endi hop birinchi qatorni qotirdik, lekin yana bitta narsa borki, misol uchun agar dekabrga boradigan bo'lsak, dekabr ma'lumotlarini kiritadigan bo'lsak, chap tomonimizda qaysi xaridor edi bu yoki qaysi mahsulot edi deyishinglar mumkin. Buni ham ya'ni to'g'rilash ilojisi bor. Ya'ni biz mana shu ikkitani qotirishimiz kerak. Bu yerda закрепить первый столбец degani bor. Ya'ni bosdik, первый столбец va o'ngga qarab yuramiz. Ya'ni birinchi ustunimizga qotib turibdi. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, mana dekabrnikini ham mana ko'rishinglar mumkin. Chapga yursak, ya'ni boshiga keldi. Endi agar pastga yuradigan bo'lsak, ya'ni tepa qatorimiz ya'ni bo'shab, ya'ni joyidan chiqib ketdi. Buni to'g'rilash uchun снять закрепление областей. Endi bizning maqsadimiz ham tepa qatori, ham xaridorlarni ham ya'ni qotirish kerak. Ya'ni xaridorlarni ham ko'rib turishimiz kerak. Qaysi xaridori, ya'ni sotuvi va boshqalar. Buning uchun ya'ni o'sha bizga kerak bo'lgan ya'ni ustunni, ya'ni mana shu Antondan keyingi ustun va birinchi qatorda pastini tanlaymiz. Ya'ni birinchi qatorni qotirmoqchi bo'lsak,
закрепить областini bosganimizda birinchi qatorni ham shu bilan birga birinchi ikkinchi ustunni ham qotirib berdi. Buni sinab ko'rish uchun mana o'ngga yuramiz. Birinchi ikkinchi ustun qotib turibdi. Endi pastga yuramiz. Mana endi iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabrlar ham qotib turibdi. Ctrl pastga, Ctrl chapga, Ctrl tepaga. Hop, mana hop, endi bemalol biz misol uchun o'zgartirishlarni qilishimiz mumkin. Endi adashib ketmaymiz. Bu usul juda ancha vaqt tejaydi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Vid bo'limida nechta rejim bor? Javob: 3 ta. Ikkinchi savol. Rejimlarning nomlarini bilasizmi? Javob: обычный режим, страничный режим va разметка страницы. Uchinchi savol. Выделенный fragment qanday vazifani bajaradi? Javob: ko'pincha ma'lumotlar ko'p bo'lgan jadvalda o'zimizga kerak bo'lgan joylarni chiqarishda juda qulay.